Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari, sizlarga chiqaradigan ushbu variantimiz hammaga yoqadi. Korobka holatida ko'p kishi so'rashadi mendan. Nasib etsa, like bosib, esinglardan chiqmasin tarqatish. Xuddi shu kvartiramizdan adashmasam 4 ta bizning kvartiramiz. Nasib etsa, sizlarga bitta ko'rsatadi Ozodjon. Shu holatda biz Yangi O'zbekiston, Buxoro shahar nima deydi? Omad Market deb kelaverasiz. Mana shunaqangi katta parkovka, o'zi 9 ta xonadonimiz bor, 3 qavatlik novostroyka sizga taqdim etayotgan ushbu kvartiramiz 2 tomonlama proyekt 66 kvadrat atrofida 2 hamda 3 qavatda joylashgan kvartiramiz. Novostroyka. Yonginamizda mana shu bolalar uchun alohida chiroyli futbol maydoni, to'g'rimizda esa kottejlar massivi joylashgan chiroyli xonadonlarni taqdim etishda davom etamiz. Qolgan ma'lumotda kvartiramizning ichida mana shunaqangi chiroyli ko'rinishdagi dam olish joylari, ziloniy zona, chiroyli sizga mana shu uyimizning egasi, qurilishimizning egasi yaxshi sharoitlarni qilib bergan. Xudo xolasa kelib qolgan ma'lumotda, xudo xolasa kelib ko'rasizlar, yoqqan bo'lsa, nasib bo'lsa barakasini qilib ushbu xonadonlarni tavsiya qilaman. Ketdik ichkarida. Mana shunaqangi chiroyli pod'ezd qismi menga yoqqan tarafi siz uchun qayg'urayotganim. Buni esinglardan chiqarmang. 2 tomonlama zvanokigacha olib kelib qo'ygan katta prixo'ja qismi menga yoqqan tarafi qurilishimiz egalari, qurilishimiz tugagandan keyin vod bo'ldi. Mana shu hujjatlari tayyor bo'ldi. Albatta sizni niyat qildim, aynan sizga shu uylar nasib qilsin, like bosib tarqatish esdan chiqmasin. Men uchun qayg'uring. Sababi men siz uchun qayg'uryapman. Siz uchun mehnat qilyapman. Aniqrog'i, siz uylik bo'lsangiz, bizning komandamiz juda ham xursand. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin, bunaqangi variant kamdan kam chiqadi. Kattagina prixo'ja qismi chap qo'lda bizning birinchi xonamiz vetr holatda turibdi, 2-qavat. Esinglardan chiqmasin, xuddi shunaqa kvartiradan 4 ta bor edi. Bittasini sotdik, nasib etsa qolganlari sizga. Mana shu yerda adashmasam konditsioner uchun ham joy tashab ketilgan. Buni qayta aytaman, devor qismingizni radiasi hali uzilmagan, nolga olib kelib qo'ygan. Shundoqqina remontni boshlayverasiz. Oyoq qismingiz ham, oyoq ostingiz ham nolga olib kelib qo'ygan. Tepasida 1 gram regil ko'rinmaydi. Buni ham inobatga oling. Bu yoqda esa ikkinchi xonamiz. Istasangiz zal, istasangiz spalnya, 2 xonalik vetr holatda 66 kvadrat Yangi O'zbekiston deb kelaverasiz. Kelaver Ozodjon. Shu joydan parkovkani ko'rsatgan, ko'rinishi juda ham chiroyli. Mashinangizdan xabar olib o'tirasiz. Xudo xolasa yangiliklar bo'laversa, sizga daragini beraveraman. Mana shu parkovka qismiga ham qo'shnilarimiz bitta pul yig'ib, shundoqqina tepaligini naves qilib olishsa, yanada chiroyli bo'ladi. Bu yoqda esa o'zi 9 ta xonadon, hammasi bo'lib. 9 ta xonadon, adashmasam 2 ta 3 tasini sotdim. 9 ta xonadonga 16 kishiga parkovka qismini yaratib qo'ygan. Bu yoqda esa bizning oshxonamiz, tepli pol sistemasi bor, 2 tomonlama proyekt. Hammasini aytdim shekilli, yetmaganiga sizga raqam qo'yib beraman, menga chiqinglar. Yana informatsiya aytaman. Siz uylik bo'lsangiz, biz xursandmiz. Keling, menga murojaat qiling, mana shu uy sohibi bo'ling. Like bosib esdan chiqmasin. Subsidiya, kredit bo'lmaydi, faqat naqdga. Narxini esa, xudo xolasa, 31 ming AQSh dollarida chiqaryapmiz. Xuddi shu kvartiradan 4 ta bor dedim. Bittasi ketgan bo'lsa, 3 tasi qoldi. Keling, ulguring. Shunaqangi chiroyli joydan xonadon sohibi bo'ling. Men uchun like bosib esdan chiqmasin, yaqinlarimizga tarqatamiz. Yangi O'zbekiston 3-mikrorayon deb kelaverasiz. Xudo xolasa like bosamiz, salomat bo'ling.